Bugün tuncu keldi bo'lma suhbatga. Tuncu keldingmi? Sen men kelding. Sen tuncu kelding. Sen tuncu keldingmi? Kim hep geldi? Hadi şimdi yaxshi. Sana bir ortiq şokolad var. Adışın hep keldiğin şokolad var. Sol akam men hep geldi. Baktamı geldi mi? Yeni adışın hep gelsen. Sen bugün tuncu keldingmi? Ha, manıgan bir şokolad var mı? Biz muşu dünyanın ahirleşidiganligi işinishni imanning bir asosi deb bilamiz. Ya'ni imanning asosi 6. Shu 6 imanning asosidan birisi qiyomatga ishinish. Ya'ni oxirat kuniga ishinish. Bu qiyomatga ishinish degan nima degan gap? Biz yashayotgan muşu dunyoninki, muşu go'zal shaharning, muşu go'zal hayotninki ma'lum bir kunisi butunlay yo'q bo'ladiganligiga ishinish degan gap. Ya'ni muşu dunyoning yo'q bo'ladiganligiga ishinish bizning iymonimizning taqozosi. Hozir ilm-fan taraqqiy qilgandan keyin Allah'a ishonmaydigan dinsizlarmi ilm-fan orqali bu dunyoning chuqur bir kuni oxirlashadiganligini o'tirib qo'yganlik. Masalan, ilm-fan vahiydan xoli holda bu dunyoni bir portlashdan maydonga kelganda, ya'ni Big Bang orqali, buyuk portlash orqali bu dunyo maydonga kelgan deydi. Buningga ozroq ishorat qiladigan oyatmi Qur'on Karimda bor. Alloh taolo Qur'on Karimda "Avalam yarallazina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma" deydi. Kafirlar Allohga ishonmaydigan kishilar qarab boqmamdi. Ya'ni izlanib boqmamdi. Osmon va zamin ikkisi bir edi. Fafataqnahuma. Biz ularni parcha-parcha qilib ajratdik deydi Alloh taolo Qur'on Karimda. Mayli ilm-fan orqali nima deb ism qo'yilsin, Qur'on Karimdami osmon zaminninki asli bir portlatish, bir ajratishdan keyin maydonga kelganligini bu oyat orqali o'ttirib qo'ydi. Oxirlashni Big Crunch, ya'ni buyuk cho'kish orqali bu dunyo cho'qim bir kunisi oxirlashadi, vayron bo'ladi deb qaraydi hozirgi ilm-fan. Vahiy bilan tushungan vaqtimizda bu dunyoninki qandoq oxirlashadiganligi, ya'ni qiyomatning qandoq bo'lganligi Qur'on Karimda nihoyat tafsili, shu ahvollar sifatlangan shaklda bayon qilingan. Qiyomat nihoyat dahshatli, qo'rqinchli bo'lg'achqa, Alloh taolo bu qo'rqinchli, dahshatli qiyomatni kofirlar ustiga turg'izdi. Hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomat bo'lishidan ilgari Alloh taolo yer yuziga nihoyat mayyin bir shamol avatidi. Bu shamol orqali qalbida zarrachilik iymon bor kishilarning hammasini vafot topqizadi. Ondan keyin eng yomon kofir zolimlar ustiga qiyomat bo'ladi degan. Ya'ni qiyomat bo'lgan vaqtida bu dahshatli kunda qalbida zarrachilik iymon bor kishi bo'lmaydi. Ular undan ilgarilar mayyin shamol orqali vafot topqizilgan bo'ladi. Hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qiyomatninki bir juma kunisida bo'lganligidan xabar beradi. Ya'ni ma'lum bir juma kunisi Alloh taolo İsrafil alayhissalomga sur chelashga buyruq qiladi. İsrafil alayhissalom Allohning buyrug'i bilan tunji surni chaqirgan vaqtida qiyomat boshlangan bo'ladi. Bu sur chelangan vaqtida ajoyib dahshatli bir ovoz chiqadiki, butun mahluqotlar dahshatli qo'rqinch ichiga tushadi. Bu ovozni Alloh taolo istisno qilgan kishilardan boshqa butun mahluqotlar anglaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu haqda "Yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi illa man sha'allah." Surgi püylengen günüsü, yani İsrafil aleyhisselam sürü çağan günüsü, "Fafazi'a man fis-samawati wa man fil-ardi." Osman ve zemindeki bütün canlıklar naiti çuçup gidiyordu deydi. İlla man sha'allah. Allah istisna kılgan bir bölük kişilerden başka. Allah istisna kılgan bir bölük kişiler kim? Tefsir sünnes alınla deydi ki, ular bolsa periştiler, peygamberler ve şehitler deydi. Yani peygamberler ve şehitler bu korkunçluk avazdan saklanıp kaladı. Onundan başka bütün mahlukatlar bu avazını anlaydı. Bu kattık avaz çıkışılenden dünyadaki başka neslerden özgürlüş buladı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala "Fe-izâ nufiha fis-sûri nefhatu vâhide." Birinci kıtım sürüçelengan vaqtida "Ve humiletil ardu vel cibalu fedukketa dekkete vâhide." Zemin ve tağlar kötürülüp birisi uğurladı. Mana muşu vaqtda qiyomat yüz beradi olaydı. Birinci kıtım sürüçeliş bilen tağlar birisi uğurladı. Ordan kötürülüdü. Yani bu vaqtda zemin xuddi dengizga o'xshaydi. Zeminning ustidagi tog'lar u dengizning ustida leyligan narsalarga o'xshab qoladi. Alloh taolo yana bir oyatda buni bayon qilib, "Yawma tarjufur rajifa tatba'uha radifa." U kuni, ya'ni u surchilik qiyomat bo'lgan kuni zemindagi narsalar qo'shilib tavraydi deydi. Uning orqasida osmon tavraydi deydi. Bu hozirgi yetarishni o'ylab boqinglar. 4 bal, 5 bal yetarsa, naqadar bizni qo'rqinch bosadi. Endi 4 bal, 5 bal yetarash emas. Zemin butunlay tavrab, osmon harakat kelsa, tog'lar birisiga urilsa, u vaqtdagi dahshatni kichkina yetarashdan tasavvur qilmoq tas emas. Alloh taolo Qur'on Karimda tog'larning ahvolini bayon qilib, "Va taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marras sahab." Tog'larni harakat qilmaganda ko'rsa, vaholanki tog' u vaqtda tamurru marras sahab, xuddi bulutdek cho'gilab turadi deydi. U vaqtdagi yer tarvigan, zemin harakat qilib ketgan, osmon o'rnidan midirgan, mushunda
qo'rqinchli vaqtida yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Bola emitayotgan ayollar emitayotgan bolasini, ya'ni quchqidagi bolasini unutib qoladi deydi. U vaqtdagi qo'rqinchdan va tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Hamildor ayollarning quruqligidagi bola ajrab ketadi deydi. Va taran nasa sukara va ma hum bisukara. Kishilarni xuddi mestek ko'rsa deydi. Masalan, ig'ir yer taranayotgan bir vaqtda hamma odam o'zining ishi bilan, ya'ni o'rnidan o'ynagan bir holatni tasavvur qilib baqili, butun kishilar nima ish qilganini bilmay qolgan, xuddi mestek mushundaq bo'lib qoladi. Va ma hum bisukara. Ular mesemas, walakin azaballohi shadid. Lekin Allohning azobi qattiq deydi. U vaqtdagi hodisa nihoyat dahshatli. Alloh taolo İsrafil alayhissalomga ikkinchi qatim surchalishga buyruq qiladi. Ikkinchi qatim surchalangandan keyin osmon zimindagi Alloh taolo istisno qilib olgan narsalardan boshqa butun mahluqotlar o'ladi. Birinchi qatimliq surchalishda nihoyat qattiq chuchiydi, qo'rqiydi. Ikkinchi qatimliq surchalishda butun jonliqlar o'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bu ahvolni bayon qilib, "Va nufixa fis-sur fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ard illa man sha'alloh." Alloh istisno qilgan ma'lum farishtalardan boshqa osmon zimindagi butun jonliqlar surchalanishi bilan, ya'ni ikkinchi qatim surchalanishi bilan o'ladi deydi. Ya'ni bu vaqtda Allohning arsini ko'tarayotgan farishtalar, o'lim farishtasi Jibroil, Mikail, İsrafil alayhissalomlar qoladi. Undan keyin Alloh taolo u farishtalarni, ya'ni o'zining arsini ko'tarayotgan farishtalarni mo jinni oladi. Undan keyin oxirida o'lim farishasi qolib qoladi. Alloh taolo o'lim farishasini bilib turib so'raydi. Boshqa jonliqlar qoldimi deb so'raydi. O'lim farishasi, "Ey Alloh, sen va mendan boshqa hech kim qolmadi" deydi. Undan keyin Alloh taolo o'lim farishasiga, "Sen o'l" deydi. Oxirida o'lim farishasi o'ladi. Ya'ni koinotda bu vaqtda Allohdan boshqa hech kim qolmaydi. Bu vaqtga u yulduzlarning bo'ladi, quyoshlarning bo'ladi. Alloh taolo bundan xabar berib, "Fa idan nujumu tumisat." U yulduzlar, u biz so'ng kelgan quyoshlar nuri o'chib to'kiladi. "Va idas samau furijat." Osmon yeriladi. "Va idal jibalu nusifat." Tog'lar xuddi titlib, shamolda uchib yurgan zarrachalarni ko'rgan bo'lsalar, tang tuzallarni, tog'lar ana shundoq bo'lib ketadi deydi. "Va idal biharu sujjirat." Dengiz o't bulab, lovildab kuyishga boshlaydi. Biz ko'rgan hozirgi dengiz o'tga aylanadi. "Yawma takunu as-samau kal-muhli va takunu al-jibalu kal-ahni." U kunda osmon iritilgan mistek bo'lib qoladi. Tog'lar iritilgan yongdek shundoq bo'lib qoladi. Ondan keyin Alloh taolo xuddi kitobni qatlagandek osmonni bir qo'lda, zaminni bir qo'lda tutib, "Anal malik." Mana men podshoh. "Aynal jabbarun." Zolimlar qani, haddidan oshgan tajovuzchilar qani, "Aynal mutakabbirun." O'zini cho'ng tutgan, zaminning podshohi biz degan shundoq cho'ngchilar qani deb nido qiladi. Ondan keyin Alloh taolo bu zaminni boshqa bir pak zaminga, buyuk bir zaminga almashtiradi. Osmonni boshqa bir osmonga almashtiradi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat." Alloh taolo u kunda zaminni va osmonni boshqa bir zaminga, boshqa bir osmonga almashtiradi. Nima almashtiradi? Hozir odam atimizdan tortib bu dunyoda necha yuz milliard inson yashaydi. Hozirning o'zida 8 milliard inson bor zaminda. Endi odam atimizdan tortib hozirga qadar yashagan butun insonlar bu zaminga patamdi, patmaydi. Shuning uchun Alloh taolo qiyomat kunisi bu zaminni butunlay qatlab bo'lgandan keyin boshqa bir zaminga almashtiradi. Butun insoniyat patadigan o'shundaq zaminga almashtiradi. Ondan keyin Alloh taolo yomg'ir yog'diradi. Butun kishilarning so'nglari chirib faqat quyruq so'ngkilam qolib qoladi. Biz ilgirki darsimizda degan vafot topgan kishilarningki butun a'zoyi so'ngi chiriydi, ammo shu quyruq tubidagi kichik so'ngi chirmaydi deb. Buni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda xabar bergan. Hozirgi ilm fan isbotlab odam chirib yo'qolib ketsa-mu shu quyruq tubi so'ngining chirmaydiganligini isbotlagan. Hatto uningda xuddi bir aeroplandagi qarqutisi o'xshash insondagi eng muhim hujayralarning saqlanganligi. U quyruq so'ngini ko'ydirib, eritibmi uning ichidagi hujayralarni o'ltirmaganligini isbotlagan. Qiyomat kuni inson ana shu quyruq so'ngakdan tiriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom buni 14 asr burun xabar bergan. Payg'ambar alayhisalom hadisda "Va laysa minal insani shay'un illa yabla." İnsonningki butun badani chirib ketadi, vafot topgandan keyin illa azman wahida. Faqat bir so'ng chirmaydi degan. O'ylab boqinglar, 14 asr burun savassiz bir inson bunday gapni qo'rqmay deyishi uning vahiga tayanganligini bildiradi. Bugun kelganda zot nima uchun chirmaydi degan vaqtda uning ichida o'lmas hujaylarning bor ekanligini isbotlab chiqildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Va minhu yurakkabul xalqi yawmil qiyamah." Ana shu chirmagan quyruq turi so'ngakdan inson qiyomat kuni tirildirildi dedi. İnson qiyomat kuni ana shu so'ngakdan tirildirildi dedi. Qanday tirildirildi? Qanday holatda o'lgan bo'lsa shunda tirildi. Biz agar Alloh taolo bizning jinimizga vaqtida telefon o'ynab vafot topgan bo'lsak yoki harom ishdan beni kurab vafot topgan bo'lsak, qiyomat kuni shu peti ihrom kiyib namozga vafot topgan bo'lsak, shu peti payg'ambar alayhisolom inson qanday vafot topgan bo'lsa shunda holda tirildirildi degan. Shunga har vaqt o'zimizning holatiga diqqat qilishimiz kerak. Chunki Azroil bizning qachon jinimizni oldiganligini bilmaymiz. O'ynab turgan vaqtda erishi mumkin, gunoh ma'siyatlarga tushib turgan vaqtda erishi mumkin. Qanday holda vafot topsak shunda holda tirilamiz. Allohning oldiga shunda holatda chiqamiz degan gap bu. Butun insoniyat ana shu so'ngakdan tirildirilgandan keyin 3-chi qatim Alloh taolo surchlashga buyruq qiladi. "Thumma nufixa fihi ukhra
fa idahum qiyamun yanzurun. 3-chi qatim surchalangandan keyin insonlar ana shu quyruq tursoqdan terilib Allohga hisob berish uchun fa idahum qiyamun yanzurun. Allohning nimaga buyuradiganligiga diqqat bilan shunda qarab turadi deydi. Bu 3-chi qatim surchalangan vaqtida nihoyat dahshatli chanadi. Allohningki nimaga buyruq qildiganligiga qarashlan birga ana shu biz eskartilgan qiyomat borkan, ana shu biz eskartilgan jahannam borkan deb hammamiz o'z holidan bo'lib, o'z da'didan bo'lib ketdi. O vaqtda hech qanday tuqqandachilik bo'lmaydi. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda yavaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idhin bi bani. Gunoh o'tkazgan odam qiyomatda u dahshatni ko'rgandan keyin meni yaxshi ko'rtgan, mening gapimni anglatgan butun odamni shuning o'rniga berib, shu azobdan men qutulsam bo'ladi deb orzu qiladi degan bir oyat bor. Nima uchun? U bolasiga shuna suyimli tursa, shunda azobga bolasini berishni rozi bo'ladi. Chunki u vaqtda fala ansaba baynahum. Tuqqandachilik degan narsa bo'lmaydi. Ota bola, er ayol, aka ufka degan ma tuqqandachilik nasab mushu dunyoda biz insonlarga berilgan bir munosabat. Jannat kelgandan keyin qaytib beriladi. Ammo u qiyomat bo'lgan vaqtida hisob maydonida fa idza nufixa fis sur fala ansaba baynahum yawma idin wa la yatasaalun. Surchalangan vaqtida ularning orasidagi tuqqandachilik munosabati mavjud bo'lmaydi. Bir-birisining ahvolini so'rashmaydi. Ya'ni ota bola ma dunyoda birisi-birisiga ko'ngli shunday-ku. Qiyomat bo'lgan vaqtida ota bola xuddi yot odamdek birisi-birisiga. Tuqqandachilik deydigan bir narsa u vaqtda bo'lmaydi. U mehr bo'lmagandan keyin balamni berib uzamsaq qalay deydi. Fukamni berib uzamsaq qalay deb o'shundaq deydi. Hatto birisi-birisidan qochidi. Wa nufixa fis sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Shuncha qatim surchalangan vaqtida bütün kishilar Alloh taolo buyruq qilgan taraf qarab, anadan tug'ma holda mengishidi. Bütün insoniyat ha, xayollanga kelishi mumkin. U bütün inson anadan tug'ma holda mushundaq mansa birisi-birisini xijilonmamdo deb xayollanga kelib qilishi mumkin. Bu savolni sahobalar so'rgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamdan Hazrat Aisha, "Ey Rasululloh, u vaqtda birisi-birisiga insonlar qarab sanmamdo" degan vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam, "Ya Aisha, al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd." U vaqtdagi dahshat, u vaqt qo'rqinch, u vaqtdagi insonning o'zini o'ylashi uningdan qattiq, unda holati, unda ahvoli bo'lmaydi deydi. Alloh taolo o vaqtdagi ahvolni Qur'on Karimda bayon qilib, "Yawma yafirul mar'u min akhi." U kunida bir odam o'zining qon qarindishidan qochadi, va ummihi va abi, ota-onasidan qochadi, do'stlaridan qochadi, bolalaridan qochadi. Likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Hamma odam o'zini qutuldirishni o'ylaydi. Chunki o vaqtda o'zini qutuldirmasa, o vaqtdagi azob mengulik azob, cheksiz azob. Hayoti dunyodagidek ozroq vaqtli qiyinchilik emas. O vaqt o'zini qutuldirmasa, mengulik azobda qoldi degan gap. Kishilarningki qabrisidan tirilib, hashir maydoniga berib qo'yuvchi bo'lgan vaqtdagi ahvoli o'xshamaydi. Ya'ni dunyodagi ahvoli qarab, uniki hashir qilish ahvoli o'xshamaydi. Alloh taolo yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda deydi Qur'on Karimda. Biz taqvodor kishilarni Rahman taolo tarafiga nihoyat izzat ikrom bilan hashir qilamiz deydi. Mushu dunyoda Alloh taolodan qo'rqib yashagan, Alloh cheklagan ishlarni yenib, Alloh buyurgan ishlarni qilib, Alloh to'sgan haromlardan o'zini tutib, yash bo'lsa-mu, Alloh bergan iqtisodlarni joyiga ishlatib, aqlni joyiga ishlatib, mushundaq yashagan, Allohdan qo'rqadigan bir qalb ega bo'lgan mandaq kishilar nihoyat izzat ikrom bilan hashir qilinadi. Va nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa. Haromdan o'zini ta'magan, Alloh buyurgan ishlarni qilmagan, namozga sal qaragan mundaq kishilar bo'lsa, xor yuz holda hashir qilinadi. Va nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhim umya va bukma va summa. Boshqalarga zulm qilgan, boshqalarning haqqini ilib olgan zolimlar, gunohkorlar, ular yuzlarcha so'rlib, umya, gaz, gacha mushundaq holda hashir qilinadi deydi. Ondan boshqa Allohningki zikridan yuz o'rgan. Ya'ni islom desa, islom hozir ishga yaramdi. Bu 20-asrda, ya'ni bu islom damdoq deb islomdan yuz o'rgan bundaq kishilar xor holatda hashir qilinadi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Qanda bir odam mening zikrimdan, ya'ni mening zikrim bo'lgan Qur'on Karimdan, islomdan yuz o'riydi ekan, fa inna lahu ma'ishatan danka. Uning har turmush bo'ladi. Ya'ni mushu dunyoning o'zida har turmush bo'ladi. Moddiy jihatda yaxshi turmush kechirgan bo'lsa-mu, qalbi uning xushalik topolmaydi, huzur topolmaydi. Va nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. U kishilarni qiyomat kunisi surchilangan vaqtida, Allohning oldiga haydigan vaqtida a'ma holda hashir qilamiz deydi. Behojat turib, ehtiyoj yo'q turib boshqalardan bir narsa so'rgan, tilamchilik qilgan, o'ziga loyiq bo'lmagan yordamlarni so'rgan bundaq kishilarning yuzi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hadisda yuzning go'shi yo'q holda hashir qilinadi deydi. Yuzning go'shi yo'q holda. Qanday odamningki o'zi hojat bo'lmay turib, yordamga kunab qolgan, yordam olgan odamningki. Kishilar so'rasa, biladigan ilmni o'rgatmagan, ya'ni o'rganib olsa, mening bozirim to'xtab qolmasin, mendan eshib ketmasin deb biladigan narsa boshqalarga deb bermagan, ilm o'rganib turib, uni o'rgatmagan bundaq kishilar bo'lsa, Payg'ambar alayhisolam hadisda muljaman bilijamin minanna. O'tdan bir yugan sanalgan holda hashir qilinadi deydi. Ya'ni tirilib Allohning oldiga borgan holatimiz hammamizning shu dunyoda qilgan amalimiz qarab har xil farqliq bo'ladi. O'zini musulmon deb turib zolimlarni qo'llagan, zolimlarni qeshtirgan, zolimlarning mehrini o'zlamagan bundaq kishilar bo'lsa, zolimlar qanday hashir qilingan bo'lsa, shular bilan o'xshash hashir qilinadi. Zolimlar qanday hashir qilinadi? Yuzuzcha, nihoyat har holda hashir qilinadi. Har yuz holda hashir qilinadi. Shuning o'xshash hashir qilinadi. Kishilarning hammasi hashir qilingandan keyin Alloh hisob elish uchun keladi va farishtalar sap-sap bo'lib keladi. Hisob elish uchun butun insoniyat tizilgan, Alloh
Allah Taala hozir bo'lgan farishtalar sabsa bo'lib kelgan vaqtida vaji'a yawma idin bi jahannam. Jahannam hammasi kiradigan bir yerga keltirildi deydi Alloh Taala Qur'on Karimda. Va uridu ala robbika saffa. Bütün insoniyat o'zining Robbiga to'g'rilanadi. Bu vaqtda jahannamni ko'rgan, quyosh pastlab, noit isib hamma odamdan ta'iq turgan. Alloh Taolaning oldida hisobimiz qanday bo'la, oqibatimiz qanday bo'la? Bu o'sha jahannamga kirib ketamizmi? Bu dunyoda biz cho'ng bilib yashagan o narsalarning hammasi yo'q narsalar ekan deb mushunda hayot dunyoda bu yerda o'tkazgan vaqtimizning hammasiga kendimizga yong'ilib bo'lmaydigan bir pushaymon qilib o'shunday turgan vaqtimizda izil qulubu ladal hanajir kazimin. U vaqtdagi qo'rqinch, dahshatning qattiqligidan kishilarning yuraklari bo'g'ziga qoplashib qoladi deydi. Yaqulul insanu yawma idin aynal mafar. Qani o'z dunyoda kuchli deganlar, bundan hech kim qutlanmaydi. Ana shu o'zini kuchli chaqlaganlarmi? Aynal mafar. Qochadigan yer yo'qmi deb qochadigan bir yer izlaydi. Qochadigan yer topalamdi, topolmaydi. Dunyoda ajoyib huzur halovatlar bilan yashagan, aroq ichgan, ko'ngli nima tasini qilgan, qarmoqqa bayashat yashagan mushu kofirlar u vaqtdagi dahshatni ko'rgandan keyinla dunyoda yashamabdi ekanmiz biz. O dunyodagi 60-70 ömür necha sekundlik vaqt ekan u deb mushuni deydi. Alloh taolo Qur'on Karimda va yawma yahshuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Qiyomat kuni ular hisob berish uchun Allohning oldiga yig'iladi. Ular hisob bergili turgan vaqtida dunyoda yashagan vaqtininki nayt qisqa, nayt az vaqt ekanligini his qiladi deydi. Qarasak yoshligimiz 60 yil, 70 yil uzundek bilinadi bu vaqt. Lekin ajoyib qisqa. 60 yil, 70 yil deganga bak qisqa bu vaqt. Qiyomat maydonida bu vaqtning qisqaligini his qilamiz. Shundaqla hammasi bir yerdan bir qan birisi chiqib qolamo deb mushuni orzu qiladi. Bir yerdan berguchi izlaydi deydi. Ma lahum min nasirin. Ularga yerdan berguchi bo'lmaydi. Yavaddul mujrimi law yaftadi min azabi yawma idin bi bani. O vaqtda gunoh o'tkazgan kishilar boya degandek bolalarimni bir bo'lsin mushuk azobdan qutulsam deydi. Nimishqa fala ansa baynam. U vaqtda tuqqandachilik ota bola deydigan bir munosabat bo'lmaydi. Tunuydi bolasini, lekin mehr muhabbat bo'lmaydi. Shunga uni bir vaqt o'zim qutulsam deydi. Bolasini azobga tortilish bilan qarshi olmaydi. Chunki azob nihoyat dahshatli. O vaqtdagi azob dahshatning qattiqligidan hatto kofirmi nima deydi? Arihni walau ilan nar deydi. Ey Rabbim, meni ash jahannamga tashlasangmi tashlab, ma qo'rqinishni qildirgin deydi. Ya'ni u vaqtdagi dahshatli qo'rqinch holati kofirlarni o'shini degizdi. O't kirib boqmagandan keyin, o'tning azobini o'qimagandan keyin ashyaga kirib ketib bo'lsa-mu, ma dahshatdan, ma qo'rqinchni qutlayli deb Allohga yalvaradi deydi. Bu qo'rqinchlik, bu dahshatli vaqt Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda Allohdan qo'rqib yashagan, namozlarini joyida o'qigan, Allohning buyrug'ini o'ziga o'lcham qilib yashagan bir mu'min uchun asr bilan pishimning orliqchak bilinadi deydi. Ammo bir kofir uchun Ibn Abbas radhiyallohu anhu 50 ming yilga o'xshash bo'ladi deydi. Butun insoniyat nayt chanqab ketadi. Chunki quyosh neyzi miqdori tuvallaydi. Havoning temperaturasi nayt isib ketadi. Ta'iqib hamma odam ba'zilari mushuqcha, ba'zilari quloq tuykaga tagi tushab ketadi deydi. Mushu vaqtda Allohning arsh soyasida saylaydigan 7 turli kishi bo'ladi. Shu o'ylab baqinglar, nayt dahshatli issiq. Bir soy bo'l soy desak deb soyga telpinib turgan vaqtida mushu soyda soydashga muyassar bo'lgan 7 turli kishi bor. Men tez shaklda buni deb berman, esinglarda tutib olinglar. Birinchisi adil podshoh, adil rahbar, adil mas'ul. Bir davlatga nisbatan podshoh, bir jamiyatga nisbatan shu jamiyatga bosh bo'layotgan bir kishi adil bo'ladi ekan qilgan ishida. Bu ashunga muyassar bo'ladi. Ikkinchisi kichkidan boshlab Allohga ibodat qilib cho'ng bo'lgan o'smir yoshlar. Ya'ni sizlarning yashinglardan tortib Allohni yaxshi ko'rib, Qur'on o'qib, namoz o'qib, shundaq suhbatlarga kelib, mushunda cho'ng bo'lgan yoshlar ana shu qiyomat kuni Allohning arshining soyasi ostida saydashga muyassar bo'ladi. Alloh taolo mushayaga kelgan yoshlarning hammasini shularning qatoridan qilib olsin. Uchinchisi qalbi masjidga bog'langan kishi. Ya'ni har namozni masjidda o'qishga ahamiyat beradigan, masjiddan chiqqisi masjidga kirgisi keladigan, masjidni ko'ngli tortib turadigan shundaq kishi bu Allohning arshining soyasi ostida saydashga muyassar bo'ladi. To'rtinchisi Alloh yo'lida do'stlashgan kishilar. Ya'ni birisi bilan adash oldinglar, do'st oldinglar, do'st bo'lish sababinglar moddiy manfaat emas, bayo'g'anlik uchun emas. Faqat va faqat ma do'stim bilan do'st olsam, meni suhbatga boshlab olib ketgan. Ma do'stim bilan do'st olsam, namoz o'qiyotgan, men bilan namoz o'qitmaykan. Ma do'stim bilan do'st olsam, bu do'stim yolg'on aytgan, rost gap qilgan, onasining gapini anglatgan deb ma shaklda do'st bo'lsanglar, ana shu fursatga erishasizlar. Alloh hammamizni uning qatoridan qilsin. Shundaqla ayrilib ketgan bo'lsa-mu, iqtisodiy tufayli, jidalmaja tufayli emas. Men ma do'stim bilan ayrilib ketaman, chunki bu necha qatim sen namoz o'qig'ili unimadi. Men ma do'stim bilan ayrilib ketaman, chunki bu necha qatim yolg'on aytma desam, yana yolg'on aytib qap qildi deb, ya'ni Alloh yo'lida qanday qilib ketgan bo'lsa, ayrilib ketgan bo'lsa, ya'ni do'st bo'lish sababimi Alloh yo'lida, ayrilib ketish sababimi Alloh yo'lida. Shundaq bo'lgan bo'lsa, bundaq kishilar mayli do'stlashgan bo'lsin, mayli do'stni ayrilib ketgan bo'lsin, har ikki xil holatda Allohning arshining soyasi ostida foydalashga muyassar bo'ladi. 5-inchisi, go'zal martabalik ayol yomon ishga chaqirsa, Alloh
Allah'tan men qo'rqaman deb o'zini tuta olgan kishi. Biz bugungi jamiyatimizda shayton sizni izlamasangiz, shayton sizni izlab keladigan, qo'limizdagi telefon orqali, har xil yo'llar orqali sizlarni bu shahvat orqali ozdiradigan imtihoninglar nihoyat og'ir. Shu imtihonni o'ta olsanglar, shahvat imtihonni o'ta olsanglar, harom yo'lga mangmasanglar, qiyomat kuni ana shu arshining soyasi asli saydashga muyassar bo'lasizlar. 6-si, o'ng qo'li qilgan sadiqani so'l qo'li bilmaydigan darajada sadiq qilgan kishi. Buni degan gap, riyo qilmay, meni sadiq qilganida men oyatdagi Qur'on ko'rsatgan bolaga manch pul beryaptim deb emas, sadiq qildimi, hatto uni ayollig'imi demaydigan, nihoyat maxfiy Alloh va o'zi bilan biladigan mushundaq sadiq qilgan kishi ana mush kunda Allohning arshining soyasi asli saydashga muyassar bo'ladi. 7-si, Allohdan haqiqiy qo'rqib, hech kim yo'q yerda Allohni aslab ko'z yosh qilgan kishi. Butun masjidlarga, jamilarga yig'ilib amin amin degan vaqtida ko'pinchimiz ko'z yosh qilishimiz mumkin. Ammo hech kim yo'q. O'sha vaqtda Allohga duo qilib, Allohning rahmatini aslab, Allohning azobidan qo'rqib, ey Alloh, qachon o'lib ketishimni bilmaydi ekanman. Menga rahim qilgin deb ko'z yosh qila olgan bo'lsak, Allohdan qo'rqa olgan bo'lsak, yosh to'kalgan bo'lsak, ana shu Allohning arshining soyasi asli saydashga muyassar bo'lamiz. O'sha 7sining cho'qim birisi bo'lashga tirishaylik. 2 bo'lib kelsak-da yaxshisi. Bu 7 kishiningki birisi bo'la olsak, ana shu dahshatli kunda, shirat chanqigan, salqin yer izlagan kunda Allohning soyasi asli saydashga muyassar bo'lamiz. Alloh taolo hammamizni u kunning azobidan qutuldirsin. U kunda Allohning arshining soyasi asli saydashga bizni muyassar qilsin. U kunning qo'rqinishdan bizni saqlasin. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.